Dünyadaki meşhur cəmiyyətlərinin farzand tərbiyəsi. Hindistandakı maarifçi Tagore cəmiyyəti. Aldınqı böləkninki davamını oxuyumuz bugün. Dadisi Himalaya tağ tizimlərini sayahat qıldırış arqılıq başqalar tərəfindən çətkə qıladigan balaның adətini özgərtdi. Ösmürlük dəvirdəki Tagore'a nisbətən alğanda, onunğa həll qılğıç təsir göstərgəni dadisi bilan birgə Himalaya tağ tizimlərini sayahat qılış bolğan. Tagore 4 ay sayahat qılış arqılıq pişqan ösmürgə aylанды. Tagore 14 yaşqa kirgan yili tunji qitim dadisi bilan uzun safar qiladi. Hindistonlik bolalar 10 yaşqa kirganda ularga Qur'amiga yetish murosimi o'tkazib berildi. Bu qitimqi sayohatmi Tagorening Qur'amiga yetganligiga xotir bo'lib qoladi. U dadisi bilan tunji bo'lib Shantinkitanga boradi. U keyin bu yerda maktab qurdi. Hozir bu yer Nobel sohibini yetishtirib chiqqan mashhur maktabga aylandi. Biroq ayni vaqtida u yer hech kimning nazar tushmaydigan kichik bir yer edi. Əməliyyatda dadisi u yerni xeyli burunli setib alğan edi. Tagore tug'ilib uzunga bormay, dadisi Kalkuttaga 100 ingliz milli keldigan Shantinkitanga bir do'stini yo'qlab borganda, shu yerni bayqab, ixtiyorsiz holda u yerning go'zal manzarasiga maftun bo'lib qoladi hamda shu yerni setib olishni qaror qiladi. U keyin o'z orzusi bo'yicha do'stidan shu yerni setib oladi. Tagore'ning dadisining qarashicha, u yer kishilarning orzusidagi yer edi. Shunga u shu yerga bir yurish uy soladi hamda tinchlik oilasi deb ism qo'yadi. Amaliyotda dadisining Shantinkitonni dada bola ikkisining sayohat qilishi tasodifiylikdan bo'lgan emas. Balki o'g'li uchun ko'ngil qo'yib o'rnashtirilgan edi. Tagore u yerda bir mezgil unutilg'isiz shodlik kunlarini o'tkazgan. Birinchidan, dadisi o'g'lini keng ketgan tabiat dunyosidagi olamning sirlaridan qong'uchi huzurlantirgan hamda shu orqali uning tasavvur kuchini yetildirgan. Ikkinchidan, u Tagore'ga sanskrit va ingliz tilida yozilgan adabiy asarlarni o'qitgan, yozdirgan. Uchinchidan, har kuni kechda yulduzlar osmonda chaqnaganda dadisi uningga olamning sirlari yoki astronomiya haqidagi qiziqarli ishlarni so'zlab bergan. Suyimli azizlar, mushu Qur'on o'qiyotgan vaqtda mening bolaliqim esim keldi. Agar aramizda yezida cho'ng o'g'illar bo'lsa, xaman oladigan 6-oy mezgillarini bilishi mumkin. Mening bolaliqimdagi eng unutilmas go'zal aslimalarning birisi shu xaman elish mezgildagi biz xamanni nima qilamiz-ku? Kechada xaman saqlab yotamiz. Shu nima uchun xaman saqlaysizlar deganda bir kim kep u enjilarni eketmisin deb emas, hammadan o'zining etizliqida bor. Iriq o'stanglarda suv nima qilib ketsa yoki yomg'ir yog'ib ketib qolsa, o'sha enjilarning ustini kigiz, har xil sulyolar bilan yipib yoki shu enjinim qilgan xamonga suv kirib ketishning oldini olish uchun nayt ushoqlik bilan yotadigan gapchu. Shuna o'g'ammoq xaman saqlaymiz ham deylik. Har qaysi yerlarni nima qilib va butun adam oldirash, ba'zi navbat saqlaymiz, ba'zi yomg'ir yog'ib ketgan bo'lsa 2-3 kun u enjilarni o'rib, quritib, qurgandan keyin andan xamanni qilamiz-chu. Shuna o'g'ammoq shu jarayonlarda kechalar yotgan vaqtida osmonda u qadar liqqitang yulduz. Hozir hamda biz bu cho'ng shaharlarda qanchalikimiz undan ko'ra olamiz bilmayman. Mening ko'z oldimda hozirlik ko'rinib turibdi. Shu vaqtlarda oqshomlar osmonga qarab tepishmoq aytishatdik. Bir kuni akam shuna bir tepishmoq aytdi. Bir sandiqda liq o'q atigini qarasa hech nima yo'q, u nima deb. To'xtamay tepishmoq aytishimizni. Shuni bilan turib, yili tukchi deyman, uni deyman deb bola akam osmonga qara deb. Qarasam yulduzlar degandichu. Bir sandiqda liq o'q atigini qarasa hech nima yo'q deb. Shu osmondagi, kecha osmondagi yulduzlar deb. Biz nurg'unliqi vaqtlarda bolalikdagi o qadar jiq narsalar balki esimizda qolmaydi. Ro'yimizga singib ketgan bo'ldi. Ammo esimizga qolgan narsalar yoki eng tatliqlari va yoki eng ochiqlari. Yezilarda, tabiatning qo'ynida, tabiat bilan ichiga yashagan bolalarning bir baxtli yeri nima degan vaqtida intayin rahimdil, hamma narsaga muhabbat bilan qariy oladigan bo'ladi. Maylilikqa qurtlarni tutib o'ynagan bo'layli, yoki ba'zida daraxtlarga yomishib, shexini sundirib o'tgan bo'layli. Bizning tabiatga bo'lgan hurmatimiz, bizning shu jonliqlarga bo'lgan hurmatimiz ota-onamiz, bo'momlarimiz tarafidan bek yaxshi berilgan. Masalan, voy balam, kepinekni yengnaguchining kepinekini tutib, baştaq ayrıpılav uçulduk deb baştaq tutulup oynaydıqçu.
qilsak, qo'linglar titraydigan bo'lib qoladi deb. Andan keyin qushning o'zidan kichik vichvich. Ballarını elib oynasa, qo'l titraydigan bo'lib qoldi bilan bundoq qilmanglar. Hatto ularga ayrim nima yasaydiq. Qushning o'zini yasab qo'yib qo'ydik qish vaqtlarichu. Ondan keyin daraxtni jirimlarini buzib etgan bo'lsak, mushuni yasayli deb bundoq nima qilmizchu, layda suvab, buni yaqin ekilib tengib qo'ydi. Aşılarını qılatdıq. Biz özümüz buzvetken nəslərini oңşashni öyrənətdik. Biz bir nəsəg azab bəgəndən keyin onu çiraylıq tengib qoyuşni öyrənətdik. Bu jarayonda hem oңsuzluqlarga taqobil turishni, özümüz buzvetken nəsəni qanday asrash, qanday to'liqlashni, shu narsalarni o'rganib ekanmiz. Emniyatda bolalarimiz bilan sayohat qilish, hammaga o'xshash tog', hammaga o'xshash bog' emas. Bu yerda biz ko'radigan ma'lum bir narsa, ma'lum bir voqea, ma'lum bir ish balkim bolalarning hayotiga unutilmas ta'sirlarni qoldirdi. Shu bolalar bilan birlikda sayohat qilish imkoniyatining boricha, agar hammadan iqtisodiy jihatda sharoit yor berishni atayinliq, shiraq ujutdan bujut atlab sayohat qilamizsa, hozir hammamiz chet elda turyapmiz. Masalan, shanba piknik qildik deb chiqimizku, shahar atrofida go'zal yerlar bor, bog'chalar bor, cho'qim ishda aylantirib qiysak, nihoyat yaxshi bo'ladi. Sayohat davomida dadasi o'zini chiniqtirganda, o'xshashla Tagorning moliya boshqarish qarshini yetildirish uchun barliq safar rasxodlarini Tagorning boshqarishiga berdi hamda uningdan kunlik chiqim ahvolini tafsiliy xotirlashni talab qiladi. Shundoq deyishga bo'ladiki, amaliy jang tajribasidan qimmatli narsa bo'lmaydi. Dadasi Tagorga ilgari yo'liqib boqmagan ishlarni beshidan o'tkazgizdi. Tagorning dadasi Himalaya tog' tizimasiga berish safarida Sik murtlari to'plashgan muqaddas joyda uzun turib qoladi. Budda dinidan boshqa yana Hindiston, Hindi dini barliq kelgan joy. Shundaq yana Hindi dini bilan Islom dini ideyasi yo'g'rilib ketgan Sik dini barliq kelgan joy edi. Ko'p din o'rtaq mavjud bo'lib, ziddiyat bilan to'qinish o'tkir bo'lgan Hindiston jamiyatida boshqa dinlarni tushunish va hurmatlashni o'rganish bekla muhim. Shunga qarshi taraf e'tiqod qiladigan dinga hurmat qilish bo'lsa, ziddiyat va to'qinishni hal qiladigan eng yaxshi chora edi. Sik murtlari muqaddas joyda diniy islohotchi dada Tagorga Sik dinining oltin ibodatxonasini bayat qildirdi. Shundaqla uni murtlar yig'ilishiga qatnashtirdi hamda ular bilan birlikda hamdu sana she'rini o'qitdi. Bu Tagorning keyingi kunlardagi ideyasiga g'oyat zo'r ta'sir ko'rsatdi. Tagorning dadasiga o'xshash o'z bolasini yottinda tarbiyalanishiga keng qo'rsaqlik qilishi shubhisizki bolalarning boshqalarga ko'yinish va hurmatlashni bilishda muhim rol o'ynaydi. Dada bola ikkisi bir oy yo'l yurish orqali oxiri 4-oyning boshlarida manzilgoyi Himalaya tog'iga yetib keladi. Ular u yerda 3 oy turdi. Dengiz yuzidan 2000 metr egizlikdagi kichik bir kent bor bo'lib, kentning hamma yerlarida Himalaya tog'lariga xos odamga darxa bor edi. Daraxtlarda Tagor azaldan ko'rib boqmagan gullar xush chiroq chechib turadi. Tagor har qitim osmon qaraganda palakka taqashgan tog' cho'qilaridagi ap-oq qorlarni ko'rib, cheksiz hayajonga cho'midi. Tabiatning sirliq alomatlari 11 yoshli Tagorni o'ziga cho'nqur ram qilib oladi. Biroq dada bu qitim sayohatning boshqa maqsadini zinhor esidan chiqarmaydi. Ya'ni tabiatning maftunkoriga aylangan Tagorga mag'rurlikdan saqlanish va o'rinliq ustidan g'olib kelish psixikasini o'rgatadi. U yerda Tagor tabiatning sirlaridan qong'uch huzurlangandan boshqa, dadimi har kuni saharda uning o'rganishiga haydakchilik qilishni unutib qolmaydi. Har kuni saharda Tagor o'rnidan turgandan keyin jazman Hindiston qadimiy adabiyoti hisoblanadigan sanskrit tilini o'rganish kerak. Sanskrit tilini o'rganib bo'lgandan keyin dada bola ikkalan birlikda nashta qiladi. Andan dadasi uningga miloddan ilgari 1000 yil muqaddamki sanskrit yoziq orqali Upanishad nomli asarni o'qib berdi. Dadasi bu qadimiy adabiy asarlarni o'qiganda Tagor hamisha ta'sirli ritmlarni qitirqinib anglaydi. Sahardagi quyosh asta-asta ko'tarilganda dada bola ikkisi Himalaya tog'larining saf havosidan nafas olg'ach sayl qiladi. Sayldan keyin dadasi Tagorga ingliz tili o'rgatdi. Ondan Himalaya tog'laridagi erib tushgan qor suyida o'g'lini yuyindirdi. Tushdan keyin Tagorni elib sayliga chiqdi. Shundaqla o'g'liga tabiat sirlari to'g'risida so'zlab berdi. Garchi Tagorning bu yerdagi sayohati jiddiy ham aldirash bo'lsa-mu, ammo dadasi o'zining usuli bo'yicha uningga nurg'un tabiiy go'zalliklarni his qildirdi.
Suyumlik azizlar, balkim mushu yana o'qiyotganda, anglayotgan vaqtinglarda hammanglarda shuna bir narsa bo'lgan bo'lishi mumkin. Mushu 14 yosh vaqti Tagorningchu mau. Mushu vaqtida balaga qadimgi 1000 yil burungi sanskrit tilidagi asarlarni o'qib, tahlil qilib berdi. Endi biz 1000 yil burungi Xudodg'ubilikka qaraylik va 1000 yil burungi turk tillar divanini eslaylik. Aramızda qanchamiz turk tillar divanini o'qib baqdiq? Menimcha mushu yerdagi 500-600 kishidan 5-6 kishi chiqmaydi, kesib bilday. Chunki turk tillar divani lug'at shaklidagi bir foydalanish materialidagi kitob. Va balkim yana aramızda shu Uyg'ur tili va tadqiqoti adabiyoti bilan shug'ullanadiganlar ancha muncha uya-buyani varaqlab o'qib baqqan bo'lishi mumkin. Xo'p, mayli bu kessin, bu pishki salliyligi akademik saviyadagi bir narsa. Endi Qutadg'ubilikka kelaylik. Qutadg'ubilikning Yarmamad Toyir Tug'luq nasriylashtirgan bir nusxasi bor. Va bu Abdushukur Muhammad Emin tarafidan o'qilib, ovozga elinib, Irpon shirkati tarafidan nashr qilindi. Ajoyib qaltis o'qildi hamdi. Shu yana yo'lda ketayotgan vaqtimizda Urumchida nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman degan shu qur o'qilgan vaqtda yurak jiz-jiz qiladi. Masalan, mushu aramizda mushu 5-600 kishining ichidan 50-60 kishi chiqamdiq shu Qutadg'ubilikning nasriy yashmasini o'qigan. Ya'ni she'riy yashma emas, nasriylashtirilgan Sher Muhammad Toyir Tug'luq tayyorlagan hikoya shaklidagisi. Biz uni qo'yib turaylik, boshqani qo'yib turaylik. Qanchamiz balamizni o'tag'izib qo'yib turib, Qur'on o'qi deyishdan boshqa Qur'onning tarjimasini o'tirib, tushunib o'qib, balalarimiz bilan qiladigan qanchamiz bor. Boshqa chaqda demaylar, Ramazonda o'sim o'qiydigan qanchamiz bor. Amniyatda mushu Qur'onning tarjimasini ichidan o'qigan vaqtimizda to'kilib yig'lab ketamiz. Chunki butunlay tushunamiz ya. Arabchasida shundoq bir mung bilan chiroyli o'qigan vaqtida albatta yuraklarimiz titraydi. Ya'ni bolalarimiz bilan bu tuyg'uni birlikda qanchamiz yashadik? Bu hammamiz savol qo'yishga tegishli bir ish mencha. Bolalarimiz biz degan emas, har vaqt biz qilganni qiladi. Davom qilaylik. Sayohat davomida tarbiyalash planida ching turish. Hozir ko'plagan ota-onalar imkon bor vaqt chiqarib bolalar bilan birlikda dunyoni sayohat qilyotdi. Ammo ko'p qism ota-onalarning chin hissiyati sayohatning xushallik deb ishchili bo'lyotdi. Ammo Tagorning dadasi undaq emas. Tabiat kechmishlarini beshidan o'tkazishdek sayohatga tavakkul qilish davomida dada Tagorga atrofliq o'rganish plani tuzish orqali sayohat bilan o'rganishni o'zaro birlashtirdi. Ularning bu qitimli sayohati cho'nqur ma'nolarga to'ldi. Amaliyotda dengiz sayohati qilgan taqdirdami ota-onalar Tagorning dadasiga o'xshash bolalarning o'rganish va ko'ngil etishni oldin o'rinlashtirish kerak. Navoda sayohatdan huzurlanishdan iborat bir taraflamalik ta'kidlansa, sayohat ehtimol sodda yoki qorug'ularcha ishga aylanib qolishi mumkin. Uningdan boshqa, ilmiy bo'lmagan o'rinlashtirish bolalarga texnik ko'p huzurlanishni elib kelolmaydigan emasdan, balki yana jismoniy jihatdan chartitib qo'yish